Assalomu alaykum. Va alaykum Men assalom. Filologiya fakulteti O'zbek tili adabiyot ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi. Kamoliddinov Farangizman. 42-96 daftarga yozamiz. Xo'p. U badiiy kitob o'qishda Shukrullo Isroilovni Kafansiz ko'milganlar. Shu haqda bizga gapirib bera olasizmi? Albatta. Biz bilan o'rtoqlashing. Bu kitobda menga eng yoqqan, ta'sirlantirgan tarafi shundaki, bu asosan Ikkinchi jahon urushi paytida bo'lar ekan. Ya'ni o'sha odamlarda aynan o'sha nomi bilan kelib chiqyaptiki, bunda kafansiz ko'milganlar, ya'ni o'sha paytdagi holatda shunaqangi bir qiyinchiliklar bo'lar ekanki, hatto odamlarni o'ragan, hatto kafan ham topolmas ekan. Hali sovuqdan, ochlikdan odamlar o'lar ekanki, o'shanda ularni kafansiz ko'mib tashlashar ekan. Aynan mana shu joy meni juda ham qattiq ta'sirlantirdi. Bu kitobni men boshqa talaba do'stlarimga ham tavsiya qilaman o'qishlarini. Juda ham zo'r kitob. Rahmat. Aytib berganingiz uchun kattakon rahmat. Endi qanday kitob olib o'qimoqchisiz? Endi Paulo Coelho'ni Alkimyogar asarini o'qimoqchiman. Rahmat kattakon. Hozir olib berib yozib beramiz.